Poytaxtimizda davlat xaridlarini takomillashtirish mavzusida keng qamrovli davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda mazkur sohada amalga oshirilgan islohotlar, raqamlashtirish jarayonlari va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha erishilgan natijalar muhokama qilindi. Shuningdek, davlat buyurtmachilari, tadbirkorlar va mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun yaratilgan sharoitlar haqida axborot berildi. Hozir shu haqda 2025-yil 9 oylik yakunlariga ko'ra birjaning davlat xaridlari bo'yicha xarid.uzex.uz elektron savdo tizimida o'tkazilgan savdolar natijasida 7,3 trillion so'mlik byudjet va korporativ buyurtmachilarning mablag'lari tejaldi. Elektron davlat xaridlarining hajmi esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan 31,2% ga oshdi. Oldin misol uchun 50 ming, 60 ming tadbirkorlik subyektlar davlat xaridlarida ishtirok etgan bo'lsa, hozirgi kunda ro'yxatdan o'tgani o'zi 300 mingta tadbirkor subyekt hisoblandi. Albatta muntazam ravishda ishtirok etayotgan tadbirkorlar 100 mingdan ortiq hisoblanadi. Albatta bugungi mavzumiz, ya'ni tadbirimizning asosiy maqsadlaridan biri bu tadbirkorlarning davlat xaridlarida nima takliflari bor, nima muammolari bor, shu asosda ulardan ko'proq takliflarni olib, ya'ni keyinchalik shu qonunchilik agar zarur bo'ladigan bo'lsa, qonunchilik hujjatlarida tegishli o'zgartirishlar kiritish masalasini asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. Davra suhbatida 400 ga yaqin ishtirokchilar o'zlarini qiynayotgan muammolar bo'yicha savol va takliflar bilan qatnashishdi. Qo'shtirnoq ichida uddabiron tadbirkor ham deb bo'lmaydi bularni mana shu birjalarda xaridlarda ishtirok etib o'zida ishlab chiqarib bo'lmasa ham boshqa bo'lsa ham qatnashib turib tenderlarni yutib olib boshqa o'sha korxonasi bor tadbirkorlarga o'sha buyurtma berib orada o'rtakashlik qilardi. Mana shu narsalar hozir olib tashlanyapti. Bu orada narxlarni asossiz ko'tarilib ketishi, sifatsiz mahsulot yetkazilishi yoki bo'lmasam o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bu kabi muammolarni hal qiladi. Kelgusida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni joriy etish sohadagi islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab olindi. Mashhura Nurmatova, Mirsay Tumarov, Javohir Fayzullayev Hudud informatsion tahliliy dasturi uchun tayyorlandi.